alaykum obunachilar va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'chqor sog'liq ishqibozlari mana bizni qo'llab-quvvatlab turiblar, xudo xolsa narxlarni chiroyli qilib bo'lib chiqarib beramiz. Bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizni xonadonimizda olib bormoqchimiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, kommentariyga yaxshi fikr qoldirib tursalar, xudo xolsa narxlarni chiroyli qilib chiqarib beramiz. Keyin chiroyli zot yo'nalishida, yo'sh yo'nalishida hammasidan bor bitta chiqarib chiroyli ma'lumotni mana Azbek ham o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Bugungi 3 dona qo'yimiz kelgan. Bitta qo'chqor, ikkita urg'ochi. Zot yo'nalishi. Videoda oxirigacha ko'rsa qanaqalari bor yana? Xo'p, zot yo'nalishiga, go'sht yo'nalishiga bitta hammasidan bor ekan, hammasidan bor. Barcha obunachilarimiz ishni bitir ekanmiz, xudo xolasa. Like bosib otangga rahmat deysiz. Yana chiqaraveramiz. Birinchi partiyamizga qanaqalar kelganda, Azbek? Birinchi partiyamizga urug'lik sog'liqlarimiz kelgan. Bittasi qo'chqor ekan, bir dona qo'chqor, ikki dona urg'ochimiz. Ishlar yaxshi, xudo xolasa. Sinovdan o'tkazib beramiz. Xudo xolasa, bizdan aqasi bo'lmaydi. Yaxshilab boqishsa, zot olishib yuraveradi. Xolos o'zidan ko'payib yuraveradi variantlarni. O'zi obunachilar bir martamda videoda 1 sekund ko'rganda o'zi aytadi, qo'yladi, qarang, et boshlari, dumba boshlari hamma yoqlari kelishgan. Bilgan odam o'zi o'rgatishda, maqtashda kerak yo'q. Tushungan odam olaveradi. Bitta obunachimizni qo'yib bu. Bir kishi ko'paytirib yursa, xolasa puliga arzuradi, ortiqcha qimmat emas. Ishadi ertaga boqqa odam, xudo xolasa. Xolasa qo'ylarni o'zimda hamma yoqlarni qarasangiz, Simjunta kelajagi bor. Kelajagi bor. Baxshaman deysa kelajagi bor narsalar. Endi yaxshi narsa arzon bo'lmaydi, obunachilar. Buni sizlarga arzon, suv tekin narsa deb qilish kerak yo'q. Bunaqa narsalarni o'zi dollarda sotiladi. Bizda xolasa bugun Azbek hamni so'mda chiqarib berishga harakat qilamiz. So'mda chiqaramiz, qog'oz emas. Ha, xolasa obunachilar sahni qo'llab-quvvatlab turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Kommentariyga yaxshi fikr qoldirib turinglar. Xolasa hali bular soni ko'payib ketadi. 100 ta 200 ta bo'lib keladi. Endi bu narxini nima deysiz Azbek aka obunachilarga? Buni narxini cho'zib o'tirmaymiz. Obunachilarga 6 million ham emas. Hop, 5,5 million ham emas. hop. 5 million 200 mingdan 5 bo'lsa, million 200 dan, 5 million 200 mingdan bo'lsa, Vodiy bo'ylab, Toshkent bo'ylab dastlabkasini yetkazib beraman. Yo, Samarqanddan klientlarimiz telefon qilib qolishsa-chi? Samarqanddanmi? Samarqandda telefon qilsa, Samarqandda ham obunachilarimiz bor-da. Azbek aka qiziqdi, mana shu 3 talarni menga chiqazib yuboring, Samarqandga dastavka qilib berasiz. Samarqandga dastavka qilib beraman. Gap yo'q. Barbarakasini bersin mana. Otangga rahmat, qo'llab-quvvatlab turishsa, Samarqandga dastavka qilib beraman. Bo'ldi, gapsiz yo'q. Qo'ylarsan bari qishidanchi. Mana obunachilar Samarqanddanmi, Toshkentdanmi o'ylanmay telefon qilaveringlar. O'zbekiston 12 ta viloyatidan bo'lsa telefon qilaveringlar, ishlaringni bitirib beramiz. Bitirib beraman, xudo xolasa. Imkon qadar agar mabodo Samarqanddan u yoq bo'lsa 50 ming, 100 ming minus belgilar bo'ladi. Bor-da. Yo'q, Olaman deb qizg'in savdo qilgan odamni ish bitiriladi xolasa, telefon qilaverasizlar. 24 soat ekran tagiga nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Ammo shoshilishsin, telefon qilganish. Bunaqasi ha deb kelaman. Ha deb kelishaveradi. O sog'lig'imizga qarang, o'zi to'lashni boshladi. Ash sog'liq. Allohdan mana. Oldilarni Xolasa zo'r ekan. Kelolmaydi. Endi ikkinchi partiyamizga qanaqasi bor? Ikkinchi partiyamizga bitta zo'r avvalimiz bor. Bular hozir o'zidan o'zi ko'payib yuraver ekan, ha, xudo xolasa. Bitta qo'chqor, ikkita urg'ochimiz bor. Bitta obunachimizni qo'yadi. O'zida o'zi ko'payib yuraveradi, xudo xolasa. Bo'ldi, endi ikkinchi partiyalar olib chiqishadi. Keting navbatga. Mashlar buni qaranglar nima deyapti? 100 ga 100 olganidan mana. 100 toza. Shirchlarni bir ko'rsatib qo'yingchi videoda boshida bunaqa narsa, ha, de yosh kelamiz. 6 tish ekan, ha. Yebishlar zo'r, xudo xolasa yeb ichib turgan, garantiyalari bor. Bir hafta sinab olasizlar. Buni Azbek aka bo'g'ozsizligini nima deymiz? Buni egalaridan bo'g'ozda olganmiz. 100 ga 100 da. 100 ga 100 dega olganmiz. Endi buni ichiga kirib chiqmaganmiz. Dangarga. To'g'risini aytaverish kerak, ha. Buni 5% foydani deb hali qilib. Yolg'on gapirish kerak. Endi 100 ga 100 deyapsiz endi buni. Shu narsaga avval qo'chqari bor odam qo'shib olaveradi, ha. Sotuvdik-da buni. Hop, sotuvdim. Pulim chiqmaydi. Ajdaniya deb aytishdi. Ajdaniyaga to'g'risi men bir hafta bozordan qoldim. Bermadim Ajdaniyaga to'g'risida. Lo'zi bor, shimki yurgan odam bo'lsa, bunini telefon qilsa ishini bitirasiz. Ishini bitiraman. Bo'ldi. Ammo dangal gap, olaman mana shu qo'ydi. Ishini bitiraman, pulim shitir degan odamga sotaman. Bo'ldi. Xohlasa obunachilar ko'radi, o'zi farqini biladi. Buni maqtashdi, nimasi yo'q.
Hammani ham ko'zi ochiq, YouTube'da yosh bola ko'rmaydi. Beta ko'rgan odam sirasi biladi mana o'zi baldog'larimni mana. Nomerlaricha 89 40 bo'lar. E'tibor ekan, buni almashtirib boshqa qo'yib jo'natilmaydi obunachilar. Bu tilla foyda qilgan taqdirda ham buni birovga sotgan narsani boshqaga sotib bo'lmaydi-da, lavishsizlik bo'lib qoladi, to'g'rimi? Bir kishi lavish qilib oldim desang, shu bilan shu turatda qo'y, to'g'rimi? Turadi. Pulni kartaga pul tushirib beriladi. Imkon qadar kelishgan holda. Saqalab tashlab bersan. Bir hafta bozordan qoldi. Endi birovni laviziga ishonib reklamadan olib qo'yganingiz keyin bir hafta bozordan qo'yib qo'ysa, nima artishda? Shunaqa. Imkon qadar realniy odam bo'lsa sotaman. Realni oladi, telefon qiling mana. Hamma yoqlar ortiqcha haligi emas. Sal qo'yib yuboring, sekin oldin to'sinish, bir yurishlarni ham ko'raylikchi. Sahra o'tib ketib qolmasin ekan. Obunachilar mana yurishi ham qiziqda, ortiqchalik ham emas. Eti ham zo'r ekan, yeb turgan ekan. Qarchi, boqqan odam baraka topaveradigandan ekan-da. Obunachilar telefon qilib ulgurib qolinglar. Narxi ham da xolisi o'ta qulay. Narxini endi kelishtirib ayting. Narxida asosan buni 1000 maqtaganimiz bilan asosan obunachilar narxi. 1200 ham demaymiz, 1100 ham demaymiz. Bo'ladigan ayting mana obunachilar oldi qochdi qilmang. Bor narsani otangga rahmat. Mono qo'ydim, men olaman, realniy degan odamga 1000 dollarga sotaman. Gapsiz yo'q. Bor ekan. Mana obunachilar endi buni oldi qochdi qilib 100 so'm o'tdim, 50 so'm o'tdim emas. Telefon qilinglar, telefonda o'tib beriladi. Bitiraman. Ish bitadi deyaptilar. Katta gapiryaptilar juda. Telefon qilgan odamni birinchi ishini endi qarang, 1000 dollar deyapsiz, kesib qo'ymaysiz. Sunnatiga o'tib berasizmi, telefon qilib. Sunnatiga, xayriga o'tib beraman. Bo'ldi. Yana 1000 dollar chiqarib, 1000 dollar Chimkiga odamman men, lavozimda turaman deysa, sotdim. Bo'ldi, gapsiz. Baraka. Barakasini bersin. Obunachilar endi ketinglarga navbat. Xolisi videoga like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Obunachilar ketingisi yaqiq kambag'alni bo'y qiladigan variantida. Azbek aka, qo'chqormi, sovlig'imi bu? Qo'chqor bu. Qo'chqor, ha? Qo'chqor. Qo'chqor. Endi qo'zi emas bu, eski qo'zi, 5-6 oylik qo'zi. Ha, sutdan chiqqan ekan-da, mana obunachilar mana barra qo'zi emas. Mana o'zi tushib ketadigan jun, mana sim jun. Xolisi yebishlar zo'r, sinovdan o'tgan. Bir hafta Sekin qo'yib yuboringchi. Bu qarang, uchib ketadi bu. Mana obunachilar haqiqiy baxtli odam barakati bo'lishi, o'sha ketib qolmasin. Burada xolisi endi jun variantidan bu. Qo'chqor endi 5-6 oylik bo'lsa, qurbonlikka so'ysa bo'lar ekan-da, qurbonlikkacha boqib, ha? Puli kamroq obunachilar tashab qo'ysa. Ha, xolasa baqib buni semetrib so'ysa bo'laveradi inshaalloh. Quloq vashi ham butun mana. Toza narsa, toza vash. Baldog'ini o'rni bor ekan olasizda, qani baldog'i. Baldog'i bor. 240 096 ekan. 96. 96-yillar qo'r ekan. 96-yillar qo'rlasizlar. Yiliga mos ekan-da. Yiliga moslab. Yilga moslab. Oxirgi nomeriga moslab ham qilib berasizmi? Oxirgi nomeriga moslab ham qilib beraveraman. Bo'ldi. Kelishgan holatda. Dastlabkasi qayergacha buni endi? Buni dastlabkasini endi chiroyli qilib berasizmi? Obunachilar bo'ylabga qilib beraman. Toshkentgachi, Toshkentga. O'zi foyda qilmaydi. Yo'q. Buni arang vodiy bo'ylabga qilib beraman. Kelishgan holatda narxini bugun bomba bo'ladi. Bo'ldi, narxida bu asosan 1000 maqtagan maqamni. Obunachilar qanchaga bersam xursand bo'ladi. Obunachilar endi o'zi biladi, qarang, bu barra qo'zi ham hozir 3 million tepada bo'lib ketdi. 3 million 3,5 milliongacha bo'lyapti. Barra qo'zi emas. Yangiroq berasiz, barrani ishqivozi ko'p. Eski qo'y bu, barra qo'zi emas, qo'zi emas bu. Sizda men 1000 muncha deganimdan bari bersam xursand bo'lishadi obunachilar. Obunachilar qani tekinga bersangiz? Tekinga bo'lmaydi-yu, lekin bugun bomba bo'ladi. Ayting. Bo'ladigani mana. Gapsiz yo'q. Bo'ldi. Borini gapiring. 30 ham yo'q. 30 qancha bor bo'lsa? Jangal ayting. O'zingiz qancha deysiz? Bilmayman endi, qani menga endi 2 million bo'lsa obunachilar endi 2 million bo'lsa men qo'ydi qarang. Kaç mayda qo'zi eski endi bari kichik yo'qda bo'ldi. Borini gapiring. Bitta gapiring, tushunib so'rashmaydi, kamini so'rashmaydi. 31 ham emas. Hop, Mononi bori obunachilarga. Bitta gapiring. Otangga rahmat, qo'llab-quvvatlab tursa, telefonga like bosib turishsa bor. 3 million so'mga sotdi. Bo'ldi, gapsiz yo'q. 3 million so'mga ketdi. Dastlabkasi vodiy bu Toshkentdan klientlar so'rashsa-chi buni? Toshkentdan so'rashsa, ya'li qilamiz. Gaplashamiz. Imkon qadar bitirib berasiz, yana qolib ketmaydi. 3 million so'm vodiy bo'ylab dastlabkasi besplatniy bo'ldi. Besplatniy. Uylarga yetib boradi. Uylarga yetib boradi. Qo'yni qarang, mana qo'ylar kam keladi mana. Silliq jo'zi tulab tushadi. Alloh xohlasa yeb ishlari yaxshi. Bir hafta yeb ishlari. Bizdan gapsiz. Endi oxirgi partiyasimi endi bu? Endi oxirgi partiyasi bu. Mana qarang, 3 yuribdi qo'zi. Ha, sog'lom aka o'zi ko'rinishi ham aytib turibdi. Kasal olsa bundaqa turmaydi.
Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, kommentariy yaxshi qoldirib turinglar. Xudo xolsa ertaga bundan arzon, bundan zo'rlari keladi. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Oxirgi partiyasi endi. Oxirgi partiyasi bundan ham izlanamiz obunachilar. Bo'ldi, gap so'zi. Bundan zo'rlarni chiqarish kerak. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.